Assalomu alaykum, bizni kuzatib kelayotgan aka-ukalar, kanalimiz a'zolari. Propanda harakatlanadigan odamlarga ozgina bo'lsa ham tavsiyamiz bor. Buni bilib qo'yish yaxshi. Chiqib turib avtomat mashinani yurgizasiz. Bir xilga holatda o'tishga bo'ladi, ayniqsa qishda bo'ladi. Saninglar qurib olib turib gaz chiqib ketadi, uni bilmay qolasiz. Dinamdan o't chiqqanda yonib ketish xavfi juda ham yuqori bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi, lekin bilib turib amal qilmaydigan oshiqcha narsalarimiz bor. Doim kamchilikda aytamiz, lekin oshiqcha bizdan keraksiz narsani so'rayotgan odamlar bor-da, mana hozir tushdingiz, mashinada shunaqa yoki avariya holat bo'ldi, gazni bekitish kerak. Nima bo'lsa ham juda tezlik bilan bekitish kerak. Mana ochib qo'ygan holatim bu. Mana bo'shatyapsiz. Qancha vaqt ketadi mana bo'shat. Bu bo'shatilgan holat, tekshirilganda mana qancha rezba bor mana. Tayyor bo'lsa buni olib bekitib qo'yish osonmi yo buni ochishmi? Bu ochiq turish kerak bu. Buni ichiga nima yuklash mumkin? Hech narsa yuklab bo'lmaydi-yu. Mana bunaqa qopqoq bo'lsa-chi mana, bolt uzun. Buni qanday qilish mumkin? Atverkani yoniga yopishtirib qo'yganingizda ham ulgurmaysiz-ku. Shu xavfli joylarini ham hisobga olib qo'yinglar. Nimaga qopqoq qo'yib bermadingiz deb kelishadi. Ertaga bironta holat bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Buni mana chiqargan olimlar qo'lga yengil qilib chiqargan. Bunday qilib bekitib qo'yadi, ochadi. Tagi zapravashniy bo'ladi. Doim tepaga oson tarafga podachani qo'yadi, old tomonga gaz ketadigan. Mashina qulplasa hamma yo'q qulplanadi. Shuni hisobga olib qo'yinglar. Yaxshi bo'ladi.